Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda yangi metodimizni qanaqa qilib qo'llashimizni, ya'ni mahsulot qidirish metodini yangisini, ya'ni ikkinchi usulini gaplashib o'tamiz. Biz sizlar bilan o'tgan darslarimizda birinchi usuli haqida gaplashgan edik. Asin Spotlight orqali bugun bo'lsa Keepa platformasida qanaqa qilib ishlash haqida ma'lumot berib o'tamiz. Sizlar bilan o'tgan darslarda agar eslasanglar, ozginagina kichkina ma'lumot bergan edik, ya'ni listinglarning pastida qanaqa Keepa'da ko'rinish bo'ladi va hokazo. Lekin to'liq informatsiya bermagan edik. Shuning uchun bugun sizlar bilan to'liq informatsiya berishga harakat qilamiz va qanaqa qilib mahsulot qidirishinglarni ko'rsatib o'tamiz. Boshlaydigan bo'lsak, ko'rayotganinglardek, mana shu bizning Keepa platformamiz, ya'ni bizning emas, o'zi Keepa ishlatadigan Keepa platformamiz. Va bu yerda birinchi qiladigan ishimiz biz ko'p narsaga hozir birinchi ahamiyat bermaymiz va ayni biz aytayotgan ishni qo'llab mahsulotni qidiramiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rayotganinglardek data degan joy bor, o'sha dataga bosamiz va bu yerda Product Finder ya'ni sectioniga kiramiz. Ko'rayotganinglardek uzun forma chiqdi. Juda ham katta forma. Bu forma bizga bizani xohlayotgan mahsulotimizni topish uchun butun Amazondagi sotilayotgan mahsulotlarni filtrovat qilib olib, undan kerak emas narsalarni olib tashlab, o'zimizga kerakli ayni bo'lgan kategoriya orqali topishimizga yordam beradi. Birinchi qiladigan ishimiz bu sales rank. Agar eslasanglar, sales rank sizlar bilan gaplashganmiz va BSRda eslasanglar biz sizlarga mana shu Chrome extensionni ustanovka qildirganmiz, ya'ni o'zingizlarga yuklab olgansizlar. Endi biz sizlar bilan ayni mana shu bitta kategoriyani mo'ljallab qidirishni boshladik deb tasavvur qilaylik. Aytaylik, bu kategoriyamiz bizda Home and Kitchen kategoriyasi bo'lsin. Va Home and Kitchen kategoriyasida biz eng o'rtadagi, ya'ni top 5% BSR ga tegishli bo'lgan informatsiya orqali ishlaymiz. Ya'ni bu bizning o'zimizning usulimiz. Sizlar keyinchalik xohlaganingizcha qidirsanglar bo'ladi, lekin hozir mana shu qo'llanma orqali ishlaganinglar ma'qul. Aytaylik, mana ko'ryapsizlar 3,83,491 turibdi. 5% ga kiradigan BSR. Ya'ni общий Home and Kitchen kategoriyasida. Endi biza qidirishimiz uchun birinchi qiladigan ishimiz o'sha BSR ni qaysi numeratsiyasidan qaysi numeratsiyasigacha bo'lgan shuni ichiga kirgan BSRlarni o'zimizga qamrab oladigan filtratsiyani qo'yishimiz kerak. Bu uchun biz nima qilamiz? Biz misol uchun o'sha boya ko'rganimizdek 3,83,000 ta bo'lsa, o'rtacha aytganimizda 3 millionta bo'lsa, mana 0 dan 3 milliongacha bo'lgan BSRli mahsulotlarni qidirishga tushamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu mana sales rank birinchisi, keyingisi buy box. Buy boxda nimani tanlaymiz? Biz tanlaydigan narsamiz buy boxda bu o'sha buy boxga tushadigan narxni aniqlab o'tib ketishimiz kerak. O'zingizlar bilasizlar, impulsivni sotuvlarda, ya'ni impulsivni покупка qilayotganda har bir kishi $100 gacha bo'lgan narxli narsalarni tez sotib olish imkoniga ega. Shuning uchun biz qo'yadigan narximiz, ya'ni $100 gacha deb hisoblamaymiz, $10 dan $50 gacha qo'yaylik. Mana ko'ryapsizlar, qo'yib qo'yganman. Men уже sizlarga tayyorlab. Keyingi qiladigan ishimiz bu ko'ryapsizlar, bu yerda Amazon deb yozilgan. Amazon deb yozilgan joyida Amazon o'zini tarafdan berayotgan предложениyalarni biz рассматривать qilmaymiz, qarab chiqmaymiz, chunki Amazon bilan biz hozir konkurировать qila olmaymiz. Amazon bilan konkurировать qilishimiz uchun bizning orqamizda o'sha katta bir backgroundimiz bo'lib, qanaqadir katta experience'ga ega bo'lsak, o'shandagina balkim qanaqadir narxlar yoki produktlar bilan ozgina konkurировать qila olamiz. Shuning uchun biz qiladigan ishimiz Amazondagi tovarlarni umuman olib tashlaymiz va mana shu yerda out of stock degan joyiga bunday belgini qo'yib qo'yamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz bu new, ya'ni yangi mahsulotni biz sizlar bilan hozir buy box haqida gaplashgan bo'lsak, buy boxdagi narx haqida, endi yangisini narxi haqida gaplashamiz. Yangisining narxi ham o'zi bir xil bo'lishi kerak, lekin gohida shunaqa bo'ladiki, buy boxga tushayotgan narx yangi narxidan yo qimmatroq, yo arzonroq, yo ichida qanaqadir boshqacha usloviyalari bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun aytaylik, dastavkasi sal uzoqroq
yoki kimnikidir dastavkasi tezroq va o'shanga qaramasdan biz ikkalasini narxini bir xil qilib qo'yganmiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu mana bu yerda new third party FBA, ya'ni FBA bilan ishlaydigan odamlar bilan biz hozirgi paytda xuddi Amazon bilan qanday konkurensiyamiz qila olmasak, xuddi shunaqa bular bilan ham konkurensiya qila olmaymiz, shunga olib tashlaymiz. FBM bu в принципе o'sha dropshipping usuli, ya'ni biz bundan oldin bergan narxlarimiz bu yerda faqat narx haqida gap ketyapti. FBM ham dropshippingdagi xuddi mana buy box berdik narxini, newni berdik narxini, yangisini xuddi shunaqa narxda bo'ladi. Lekin biz bu yerga hech narsa yozmasdan prosta o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Qolgan informatsiya, ya'ni new prime exclusive, lighting deals, bu narsalar ham xuddi shunaqa bu yerda ham prosta o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Bu yoqqa ahamiyat bermasdan. Endi keyingi qiladigan narsamiz bu buy box used, ya'ni ishlatilgan tovarlar. Biza hozirgi kunda aytaylik ishlatilgan tovar sotmaymiz, ya'ni переработанный yoki qanaqadir уже BU tovar sotmaymiz. Lekin sizlar kirayotgan listingda, sizlar qo'shilayotgan listingda o'tda ham ishlatilgan tovarlarni sotayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizlar u ishlatilayotgan tovarlar bilan birgalikda konkurensiya qila olasizlar. Ya'ni sizlarni narxinglar yoki dastavkanglar va hokazo va yengilligi sizlarni pozitsiyalarni tepaga ko'tarib yuborish imkoniga ega. Shunga ishlatilgan tovarlarni hozir qoldirib turamiz. Bu yerda ham used, bu ham ishlatilgan lekin yengidek ko'rinishi, ishlatilgan juda ham yaxshi sosteniyasi va yaxshi sosteniyasi, ishlatilgan nima deydi, ishlatsa bo'ladi. Va qolgan mana shu hamma narsalarni prosta o'tkazib yuboramiz. Bularga tegmaymiz, chunki bu bizga kerak emas hozir. Endi biz sizlar bilan brendga keldik va kategoriyaga keldik. Bu yerda biz boshida sizlar bilan ko'rib chiqqanimizdek Home and Kitchen kategoriyasini oldik. Endi Home and Kitchen kategoriyasini mana shu yerdan tanlab belgilab qo'yamiz. Ya'ni biz qidirayotgan tovarlar ayni shu kategoriyaning tagida bo'lishi kerak. Agar keyinchalik qanaqadir sub kategoriyasini точно biladigan bo'lsanglar, tagiga yozib ketsanglar bo'ladi, yoki qo'shimcha kategoriyalarni olib tashlayman deydigan bo'lsanglar, masjidga yozib buni olib tashlashinglar bo'ladi. Lekin hozirgi kunda biz bu обширный qarayapmiz bu narsaga va hozirgi kunda bu narsani ishlatmaylik. Dalish o'tamiz. Pastroq qaraydigan bo'lsak, bizda bu yerda aytaylik, misol uchun mana Home and Kitchen kategoriyasida narsa sotyapsizlar va narsa sotayotganinglarda misol uchun aytaylik deraza yoki qanaqadir jaluzi yoki bir narsa kirib qolishi ham mumkin shu kategoriyaga. Agar bu kategoriyadan shu narsani olib tashlayman deydigan bo'lsanglar, unda sizlar mana shu yerda misol uchun is one of yoki is none of qilib, is none of degani bu bittasi ham emas, is one of degani agar o'shandan bittasi deb tanlaydigan bo'lsak, is none of tanlab, mana shu yerda tanlab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bo'lsin ana o'sha jaluzi bo'lsin, jaluzini olib tashlasak bo'ladi yoki oyna, deraza sinadigan narsa bo'lsa, uni olib tashlasak bo'ladi. Kerak emas narsalar. Takji xuddi shunaqa qaysi manufacturerga tegishli va qaysi brendga tegishliligini aniqlab, точно bilib olib tashlasak bo'ladi. Endi va qolgan pastdagi informatsiya bizda xuddi o'sha narsani endi qaysi gruppaga kiradi, qanaqa modeli, qanaqa rangi, ya'ni bu keyinchalik bora-bora ishlab kelganinglardan keyin o'sha opit davomida, ya'ni qanaqadir experience-ga ega bo'lsanglar, bu narsalarning hammasini kiritib qo'ysanglar bo'ladi, agar xohlasanglar. Lekin hozirgi paytda sizlarga bu narsa kerak emas. Keyingi pastroqga tushadigan bo'lsak, bu yerda offer count bu odamlarni, ya'ni necha kishi bitta listingda sotayotganligi haqida informatsiya. Biz agar eslasanglar, o'tgan darslarda gapirganmiz. Bitta listingda kamida 2-3 ta odam bo'lishi kerak. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni agar bitta listingda bitta odam o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu sotuvchini o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha sotuvchini o'zi sizlarga ertaga ban qo'yib, ya'ni sen sota olmaysan bu narsani deb qanaqadir komplayn qilishi mumkin. Shuning uchun biz qo'yadigan narsa 2 tadan 15 tagacha bo'lgan sotuvchilarga ega listinglar qidiramiz. Takji pastdagi narsalar bu
ishlatilgan tovarlarni sotuvchilari, переработанный va hokazo. Bularga ham tegmaymiz. Yana pastroq tushamiz. Endi bu yerda уже sekin boshqa qo'shimcha informatsiyalar kelyapti. Ko'rayotganinglardek buy box sellers, ya'ni bu yerda Amazonmi yoki qaysi FBA mi, qaysi seller IDmi, bularni qo'yib ketsa bo'ladi, lekin hozir sizlarga bu narsa umuman kerak emas, o'shaning uchun tegmaganinglar ma'qul. Bu ko'proq FBA ga tegishli informatsiya. Bu yerda FBA bilan ishlayotgan paytinglarda keyinchalik qilsanglar bo'ladi. Buy box used condition, ya'ni bu ishlatilgan buy boxga tushgan tovarlarni ahvoli, o'sha yangi, eski va ishlatilganligi haqida, bu narsalar haqida tepada berib o'tib ketdik, shuning uchun bu yerga ham tegmasanglar bo'ladi. Qanaqadir ayni bitta sotuvchini o'zi o'sha ko'rsatmagin menga deb bu yoqda berib ketsanglar bo'ladi informatsiyani, lekin bu ham sizlarga hozir kerak emas. Bu yoqda buy boxga 30 kun, 90 kun, 180 va 1 yil ichida necha marta tushgani haqida va qanaqa tushgani haqida mana ko'ryapsizlar, ya'ni 0 dan 100 gacha berib turib, buni ham filtratsiyasini qo'ysak bo'ladi. Lekin hozirgi moment sizlarga общий informatsiya kerak, bu narsaga ahamiyat bermaysizlar va keyingi balkim darslarimizda gapirib o'tib ketishimiz mumkin bu narsa haqida. Bu ko'proq o'sha sizlarni o'sha suvdinglardan, sotganinglardan, qanaqa qilib ishlaganinglardan kelib chiqib, o'sha ayni tushunayotganinglarda ishlatsanglar bo'ladigan qo'shimcha imkoniyatlar deb aytsak bo'ladi. Keyingi sectionimizda productda biz обязательно faqat fizический narsa sotamiz, ya'ni yo'q narsa emas, digital narsa sotmaymiz yoki qanaqadir elektronik kitob sotmaymiz. Biz konkretni bor narsani sotamiz. Misol uchun o'sha telefonmi, boshqami yoki qanaqadir shkatulkami, o'shaning uchun physical product tanlab qo'yamiz va mana bu digital e-bookslarni olib qo'yamiz. Variatsiyalari, qanaqa xillari borligi biz обязательно old qoldiramiz va bu pastdagi narsalarni yana o'tkazib yuboramiz, chunki bizga kerak emas narsalar. Bu oxirgi narx o'zgargan payti, qaysi misol uchun period bersanglar, aytaylik mana 1 oy davomida yoki o'tgan oy boshidan oxirigacha qaysi paytda narx o'zgardi deb ko'rsatib berginsanglar, uni ko'rsatib berish imkoni bor, lekin bu hozir narsa, bu narsalar sizlarga umuman kerak emas. Qachon listing ochilgani, qachondan Keeper o'zi track qilish boshlagani, ya'ni kuzatish boshlagani va hokazo. Oxirgi 90 kun ichida o'sha sotuvchilarni qo'lida shu tovari qolmagani haqida informatsiya va mana bu yerda ko'ryapsizlar sales rank drops, ya'ni oxirgi 30 kun, oxirgi 90 kun va oxirgi 180 kun ichida sales ranki misol uchun besari o'sha yoki minusga yoki plusga, bu degani yoki tepaga yoki pastga diagramma ko'rinishida gapiradigan bo'lsa, yoki tepaga yoki pastga ketib qolgani haqida informatsiyaga ega bo'lasizlar agar sizlar shu filtrni ishlatadigan bo'lsanglar. Ya'ni misol uchun aytaylik 0 dan 10 gacha deb hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerda qo'yib qo'yadigan bo'lsak, oxirgi 30 kun ichida 10 darajasiga yoki tushgan yoki -10 qilib beradigan bo'lsak, 10 darajasiga ko'tarilgan. Ya'ni bilasizlar, ko'tarildi degani besarimizdan bu yomon tarafga degani. O'shaning uchun shuni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, shuni tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, bu narsa sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ishlatsanglar bo'ladi. Oxirgi oy ichida necha marta sotilgani, reytinglari, ya'ni reviewlari, odzivlari va bu yerda Amazon tarafdan berilayotgan offerlar, ya'ni Amazon o'zining tarafdan xuddi shu tovarlarni berayotgani haqida informatsiya. Lekin biz bu yerda ham buni boshida sizlar bilan berib o'tib ketdik. Bu narsa Amazon tarafdan beriladigan xuddi shu produktlar bilan yoki xuddi shu kategoriyaga kiradigan produktlarni biz umuman kesib tashladik, olib tashladik. Shuning uchun bu yerda ham temasanglar bo'ladi, chunki o'sha boshida berib o'tib ketib bo'ldik. Qolgan pastdagi hamma informatsiya, mana ya'ni FBA pick and pack fee, number of package dimensions, package item dimension, bular sizlarga hozir kerak emas, chunki bular hammasi faqat FBA ga tegishli. Ko'rayotganinglardek, biz sizlarga qanaqa qilib shu formani to'lg'izishi, nimalar kirgizishi, nimalar важный yoki важный emasligini aytib o'tib ketdik. Endi keyingi darsimizda biz shu qilingan formadan keyin topilgan produktlarni bittama-bitta sizlar bilan qidirib chiqamiz.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.